Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda video sarlavhasida ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bir hilasi ishlashni boshladi va mana shu yangilangan ilova sifatida, ya'ni Ecofaul fuqaro ilovasi sifatida ishlab kelmoqda. Bu albatta 10 000 qadamga sizga yo'l uchun, masalan, yurgan qadamingiz uchun sizga 10 000 qadam uchun 3 000 so'm, ya'ni qanchadir summa beriladi. Bu hali to'liq ishga tushgani yo'q, shunchaki ilova chiqqan zahoti aytib qo'yaman deb aytgandim. Mana shu ilova hisoblanadi. Kechagina ishlab turgandi, lekin mana bu 2 kundan buyon masalan ishlamayapti. Hozir mana shu ilovani sizlarga ko'rsatyapman. Nimaga video chiqaryapsan, nimaga ishlamasa xalqqa aytyapsan deganlar uchun. Masalan, juda ham ko'plab kommentariyalar keldi. Oldingi videoda mana shu kommentariyalarga muvofiq mana shu videoni chiqaryapman va mana shu ilovani sizlarga taqdim qilyapman. Ishlab qolishi mumkin. Shu 1-2 kunda ishlab qolishi mumkin. Mana shu ishlagan zahoti albatta siz ro'yxatdan o'tish unchalik qiyin emas, faqatgina One ID orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak va yana bir eslatma sifatida aytib ketaman. Masalan, elektron kalit yoki nomer ID, ya'ni ID raqam olgan bo'lishingiz kerak. Buni qilishni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Masalan, ilovada xatolik deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Elektron kalit yoki raqamli ID aytib o'tganim sababi bu sizni shaxsingizni to'laqonli tasdiqlaydi va elektron kalitingiz bo'lsa muvaffaqiyatli mana shu ilovadan ro'yxatdan o'tib missiyalarni bajarib, ya'ni 1000 qadam va kunlik ballarni yig'ib o'zingizga daromad qilsangiz bo'ladi. Bu bir hilasi emas, bu Ecofaul fuqaro. Buni siz Play Marketdan yoki iPhone ishlatadiganlar uchun App Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Bu ilova agarda Play Marketda chiqmay qolishi mumkin yoki boshqa ilovalar juda ham fake ilovalar juda ham ko'payib ketdi. Mana shu ilovalardan masalan yuklab olmasligingiz uchun albatta video ostida va kommentariyasida silka qoldiraman. Mana shu kanalga o'tib qo'ysangiz, mana shu ilovalarni yuklab olish Apple va Android uchun mana shu ilovani yuklab olish silkasini joylab qo'yaman. Albatta bu hech qayerda, masalan, Play Marketda chiqmaganlar uchun mana shundan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endi gapni ko'p cho'zmaymiz. Masalan, hozir ilovani birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu ilovani bugungi qadam 00 turibdi, lekin hozircha ishlamayapti. Keyinchalik ishlab ketishi mumkin. Bu hozir bu haqda masalan juda ham ko'p ishlar olib borilmoqda. Mana shu tez orada ishga tushishi kerak. Endi mana shu uzr do'stlar, mana bu ilovaga kiradigan bo'lsak, Ecofaul fuqaro platformasiga xush kelibsiz. Mana bu O'zbekiston ekologiya, atrof-muhit muhofaza qilish va iqlim o'zgartirish vazirligi hisoblanadi. Videoni o'rtasida bir narsa eslatib ketaman. Mana bugun 25-may barcha bitiruvchilarni barchasini tabriklayman va mana shu bitiruvchilarga keyingi hayotlarda mana hozir yangi qadamni bosishyapti. Mana shu bitiruvchilarga olg'an qadam va o'ylagan niyatlarni amalga oshishiga va hayotda doimo olg'an qadam tashlashga men tilakdosh bo'lib qolaman. Barchani 25-may barcha bitiruvchilarni tabriklayman. Mana endi ilovani ko'rib chiqadigan bo'lsak, ilovaga qaytadigan bo'lsak, mana bu boshlash tugmasini bosasiz. Mana Ecofaul fuqaro, Ecofaul niyatingiz kuzatib boring. One ID orqali kirish. Bu ilova xavfsizlik jihatidan xavfsizlangan va davlat xizmatlari va integratsiyasi shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash. Bu siz o'ylagandek ochiq nima emas, faqatgina mana shu ro'yxatdan o'tib, albatta missiyalarni bajarib, o'zingiz bonuslar va summalarga ega bo'lishingiz mumkin va bundan tashqari turli xil yutuqlarni ham yutib olishingiz mumkin.
mana One ID orqali ro'yxatdan o'tishni bossangiz mana sessiya yaratish xatolik. Bu hech qanaqa masalan aldov emas, faqatgina bugun 2 kundan buyon ishlamay qoldi. Mana hozir ba'zi vaqtda ishlab qolishi mumkin, mana shunday chiqadi. Bu masalan internetda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda mana shuni kirib ko'rsatishgan. Bu hech qanaqa emas, faqatgina o'zingiz ochib qo'yasiz va gohida internetingizni yoqib bitta yangilab qo'yasiz, bo'ldi va qadamingizni davom etasiz. Buni hech qanaqa masalan spam yoki boshqa hech nima qilib bo'lmaydi, faqatgina o'zingiz yurib qadamlarni bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videoga ko'proq like bosinglar. U videoni juda ham zo'r o'ylagandan ham zo'r natijaga chiqardingiz. Buni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Albatta video oxirigacha ko'rganlar uchun barchangizga rahmat. Mana shu ilovani video ostida va kommentariyada yozib qoldiraman. Telegramga o'tsangiz, mana shuni silkasini tashlab qo'yaman. Va o'tib mana shu ilovani yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga rahmat. Sog' bo'linglar, xayr, salomat bo'linglar.